Bugungi kun. Yurtimizning ko'zga ko'ringan imomlardan biri tomonidan hikoya qilib berilgan quyidagi voqea meni juda ta'sirlantirgan edi. Bu voqea Qora akamizning aytib berishlaricha bundan bir necha yil muqaddam bo'lib o'tgan. Bir insonni juda yaxshi tanir edim. Haddan tashqari dunyoga mehr qo'ygan, oxiratini unutgan edi. Oyoqlari har yili 2 marta hayit kunlari masjid xatlamasi boshqa mahal asosan mol dunyo uchun yelib yugurardi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam umidsiz mushriklarni ham bir necha marotaba islomga chaqirganliklarini eslab, uni ham har ko'rganimda masjidga taklif qilardim, namoz o'qishga chaqirardim. Ammo tosh erisa erirdiki, uning qalbi erimasdi. Bir kuni o'sha tanishim yashaydigan ko'chadan masjid tomon ketayotganini ko'rib qoldim uni. Yo'l-yo'lakay gaplashib ketaman deya asta-sekin dunyo haqida so'z ochdim. Bu esa butun vujudimni titratib yuboradigan darajada sovuqqonlik bilan nimaga masjid haqida, namoz haqida gapirmayapsiz dedi. Men sal kesatgan bo'ldim. Baribir foydasi yo'q-ku. Kesatiq so'zlarimni aytib bo'lishim bilanoq uning yuziga qaradim. Temirdan qattiq qalb sohibi bo'lmish tanishim yig'lardi nimagadir. Biroz shoshib qoldim. Tinchlikmi og'ayna? Tinchlik emas Qora aka dedi. Uzr, qattiq gapirib yuborgan bo'lsam, qandaydir voqea ro'y berdimi? Ha, bir voqea ro'y berdi va shu voqea sababli men siz bilan birgalikda masjidga ketyapman. To'g'risi, biroz tushunmayroq turib qoldim, chunki uning bu holatidan zarracha bo'lsin hazil ohangini ajratib olish mumkin emas. U hazillashmayotgan edi, chindan aytayotgan edi so'zlarini. Uka, Alloh muborak qilsin masjidga borayotgan bo'lsangiz, lekin qanday voqea sodir bo'ldi dedim. Ming hayajon ila tanishimning namozga kirganidan ko'ra bunga sabab bo'lgan voqeaning nimadan iborat ekanligini bilish niyatida. Kecha endigina uxlashga kirayotganimda eshik taqilladi deb bo'lgan voqeani so'zlay ketdi suhbatdoshim. Borib eshikni ochsam, o'g'lim qatori bir yigit turibdi. Yoshi 27 larda. Men "Ha uka, kel" dedim. U yuzini yerga qarata turib, "Akajon, men sizning oldingizga roziligingizni olish uchun keldim" dedi. Men hayron bo'ldim. Keyin ma'lum bo'lishicha, eshigimni tunda taqillatib kelgan yigit bundan bir necha yil oldin 90-yillar boshida shaharda kuchayib ketgan jinoyat harrakat a'zolaridan biri bo'lgan ekan. Yigit o'shanda Allohni tanimaganini, Allohdan qo'rqmay bu ishlarni qilganini ayta turib, ayni paytda din va diyonatga kirganini ma'lum qildi. Allohga hisob berish, oxirat va do'zax haqida qattiq va'idlar kelganini o'qigandan so'ng uxlay olmay bor pulni to'plabdi. Shunday yo'l bilan mashinasini o'g'irlatgan bir necha kishilarning eshigini taqillatib pullarini berib yurgan va shu o'g'rilik sababli orttirgan azobi uchun rozilik so'rab yurgan ekan. Ro'paramda turgan hali 30 bahorni ham qarshi olmagan yosh bir yigitni ko'rib qo'rqib ketdim. U tinmasdan, "Aka, inson har bir ishi uchun javob beradigan kunda baribir uchratilamiz. Shunday ekan bugun hijolat bo'lsa ham, katta uyat sanalsa ham oldingizga keldim, rozi bo'ling, mana pullar" derdi. Men uning qarshisida qotib qolgandim. Chunki bu yigit ertaga Allohning huzuriga borishiga ich-ichidan iymon keltirgan holda mendan uzr so'rardi. Men pulni oldimda undan rozi bo'lganimni aytdim. Lekin uyga 10-15 daqiqa kira olmay turib qoldim. Chunki endi men o'zimni o'ylay boshlagan edim. Bolam tengi yigit qilgan gunohlari uchun yig'lab johiliyatda o'g'irlagan pullarini egalariga topshirib yuribdimi? Men nima uchun bu qadar bemalolman? Men kimman? Qaysi amallarim bilan Allohning huzuriga boraman? degan savol ichimni tirnay boshladi. Uyga kirdim-u, bo'g'ilib ketayotgandek bo'ldim. Uxlolmadim va erta tongda masjidga chiqishni rejalashtirdim. Eng qizig'i, birinchi marta ertalabgacha o'lib qolsangchi degan xavotir o'tdi ichimda. Men ayni shu tuyg'u qalbimni bir tirnab o'tib ketganida o'zimga o'zim musulmon bo'lding degan tashxisni qo'ydim. Haqiqatan ham men haqiqiy islomni o'sha notanish yigitning birgina amali sababli tanigan edim. Ilk marotaba o'z ixtiyori bilan masjid tomon yo'l olayotgan tanishimning ko'zlarida quvonch yoshlarini ko'rdim. Allohga hamd aytib yubordim. Alloh o'zi xohlagan bandalarini hidoyatga boshlashiga yana bir bora amin bo'ldim.